Buxoroda 2025-yilda oktyabr oyida shunaqa telefon qilish necha pulga tushyapti? Qaranglar, Buxoro Shofirko'ga kelganmiz, oddiy uylar. Lekin mana bu joyga esa navis qilishgan. Navis ham 410 ga 2475. Bu yerga biz qanaqa fason qilib berdik? Bu yerga biz 3D fason qilib berdik, eng zamonaviy fason. Va bu yerda biz tarnovlarini, mana bu vodostoykalarini tonni o'rnatib berganmiz, uyni ichlarini ham qilib berganmiz. Va bu fasonni bir qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lgan akalar. Shu chiroyli-da, qaranglar, chekalari ko'k nerjavika, o'rtasi mo'qiy va mana o'rtasi esa oq, 04 tunika ishlatganmiz. O'ta chiroyli chiqqan. Qaranglar, chizig'idan buni tonni lazer apparatida kesganmiz. Bu lazerda kesilgan. Shuning uchun ishimiz o'ta tekis, o'ta nima. Agar rushnoy kesib tayyorlaganimizda bu materialni mana bunaqa chiziq liniyada bo'lmardi. Qaranglar, qanaqa liniyada turibdi. Ko'ryapsizlar-a? O'ta chiroylimi? Burchaklariga nima deysizlarmi burchaklariga? Qaranglar. Alkafonga o'xshatib qo'yganmiz-da. Oldin bu fasonlarda alkafonda qilardi. Lekin biz hozir shuni takomillashtirib tunikafonda qilyapmiz. Lekin o'ta o'zgacha holatda bo'lganda, qaranglar obunachilar. Vafshi chiroyli-da, bu qaranglar. Yoqyaptimi? Buni 1 kvadratini 250 ming so'mdan qilib berdik. Uyda egasiga yotoq joy, yemoq-ichmoq, leysa, yo'l kirani berdi. Ya'ni yo'l kira materiallarni olib kelish yo'l kirasi. Bu ishimiz Buxoro Shofirkonda. Biz o'zi Andijondanmiz. Andijondan kelib O'zbekiston bo'ylab 70 xil fasonlar qilamiz. Lekin zo'r qilib qo'ldan kelgancha xonadon egasiga mana ishimizni qilib topshirdik. Vafshi chiroyli holatda bo'lib bitdi. Qaranglar, vafshi boshqacha-da bu. Fason o'zi ideal chiqqan. Mana bu shapkalari, mana rimusturlar, taylarini o'rnashlariga necha baho qaranglar. Shunday o'rnatib qo'ydik tunikani ham. Tarnovlari ham zo'r, eng zamonaviy ranglarni ishlatdik. Juda chiroyli holatda bitdi. Va bu yerda endi mana ichkari shapkalari ham bor. Ichkari shapkalari, darvozaxona, ayvonchalari bor, juda ko'p. Mana qaranglar, mana Buxoro nomer. Qaranglar. Kichkina ixcham shapkaga 3D qilganmiz. Chekasi mokriy, kamarlari ko'k nerjavika, o'rtasi ham ko'k nerjavika solingan mana bu joylarga ham. O'ta o'zgacha chiqqan. Endi mana bu joyda perikos joylari bor. Mana bu tomoni 50 sm, mana bu tomoni 11 sm dan 30 sm gacha bo'lib ketgan. Perikos joylari bor. Shuni hisobiga bir xil standart shu fasonni qildik. Alaykum assalom. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lgan. Juda boshqacha bo'lib bitdi. Hozir ishimiz ozgina charalari qolgan. Xudo xolasa ishimiz bugun bitadi. Lekin umuman boshqacha bo'lib bitdi, qaranglar. Mana bu joyda ham liniyasiga qaranglar. Qanaqa tekis, qanaqa chiroyli bo'lgan obunachilar. Va mana bu shapkalarini ham bu yerda bir xil qilib shunaqa qildik. Va mana peshana shapkalari ham juda katta edi. Mana uni peshana kannisi qo'yib, undan keyin 19 sm peshana qilib, shu ideal holatda mohirona shaklda ishimizni yakunlashyapmiz. Mana shu yon boshlari qolgan va u yerda ozgina chala ishi qolgan. O'shalarda hozir ish jarayonlari ketyapti. Hali ishlarimiz tugagani yo'q. Endi ishni oxirida artib, tozalab, cho'tki qilib ketamiz. Bu ishimizni 25-avgust kuni olganmiz, obunachilar. 25-avgust kuni oldik. Uyga srochniy dedi. Chunki ham uydagisiniki bayram bor, boshqa bor. Bugun bo'ladi o'sha narsa. Bugun kechasi bilan bo'lsa ham bitkazishga harakat qildik. Ozgina qoldi, endi hozir qilsak tugaydi. Ikkinchi kuni ish boshlagan bo'lsak, mana bugun 27-sentyabr. 27-sentyabr kuni уже tugatilyapti. Chunki nimaga? Bu ish sal tayyorlanishi ham bo'lmagan. Birinchi 300 kvadrat atrofida material olib keldik, ko'chaga, keyin yana material tayyorladik. To'g'risi material o'rtada 2-3 kun zadeshka bo'ldi. Shuni hisobigacha cho'zildi. Lekin bu 3D fasonni tayyorlash, o'rnatish juda ko'p vaqt oladi. Oddiy fason emas, juda sложный. Misol ancha vaqt olganini hisobiga ishimiz shunaqa cho'zildi. Agar bu yerga oddiy fason qilganimizda yoki shaxmatli fason qilganimizda bu davnom bitardi. Lekin shuncha qilingan mehnat, shuncha qilingan mana mashaqqatga xudo xolasa ishimiz ham juda chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa juda chiroyli holatda topshirib tugatib ketamiz. Lekin qo'limizdan kelgancha xizmat qilib bugun mana ishimiz tugatyapmiz. Ishimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yasizlar.
qo'ldan kelgancha ishimizni chiroyli qilishga harakat qildik. Mana bu lampochkalar hammasi yonadi. Hozir ko'cha tomonga chiqib yoqib ko'rsatib beraman. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qildik. Lekin mana bu besetkaga gap yo'q lekin qaranglar. Qanaqa chiroyli qilgan mana kichkina besetka. Umuman boshqachada bu. Qaranglar, kichkina besetkaga ham 3D fason qilib berdik, moslab qo'limizdan kelgancha, vaqti boshqacha, vaqti o'zgacha bo'ldi. Endi mana bu joyini ko'rsataman. Mana bu joyga faqat splashnoy 3D qilib berganmiz. Chunki darvozaxonadan tushib ketmaslik uchun. Chekasi oddiy nakanishga o'rtalari 3D, lekin lampochkalari yonadi. Mana bu tomon endi vaqti boshqa dunyoda. Hozir mana lampochkalarini yoqib ko'rsataman. Mana hozir qaranglar. O tomonda yondi. Hozir o tomonda qilsak o'char ekan. Mana bu tomonda kulchatlar qaydan yoqar ekan bilmadim. Lekin mashina bo'lib fonni yonadi-da. Chiroyli bo'ladi. Kimdan kim shunaqa telefon qildirmoqchi bo'lsa, Samarqand, Buxoro, Vodiy, Surxondaryo qayeri bo'lishidan qat'iy nazar qilib beramiz. Puliga yarasha ishi bo'ladi mana. Shu 250 ming so'mmi? Shunga yarasha ish. 140 mingdan tortib 250 ming so'mlik fasonlar bor. Fasonga qarab 70 xil fason bor, qilib beraveramiz. Pastdagi raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Shu 33lik 442 9605 33lik aytaraman 442 9605 raqamlariga aloqaga chiqsanglar, shunaqa borib, ko'rib, o'lchab, materiallarini 5 kun, 10 kunda tayyorlab, sirazi ishlaringlarni boshlayveramiz. Xudo xolasa mana xonadon egasi ham xursand. Juda ko'p ishini chiroyli holatda bitkazdik. Usta Habibullo Tunikafon jamoasi doim xizmatinglarda, bemalol qo'llab-quvvatlanglar, ko'ringlar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha sizlarni chiroyli xizmatinglarda qilib tugatib beraveramiz. Lekin bu umuman boshqacha bo'lib, umuman boshqacha holatda bitdi, men qaranglar. Yo'qsa bitta like qo'yib qo'yinglar.